4-ci qism. Pal açıman, qarğığı yol açıman, ilacısızğı yol tapıman, beşinizga kelgan apatni, kelish oldidagi talafatni, olqiningizga qarab tapıman. Pal açıman. Men ixtiyorsizli burilib, u bovayga qaradim. U bovayning uchisida pokiz, ammo noit koni bo'lgan mot kiyim bo'lib, beshig'i koni davrlarning qalpig'ini kiyib olgan. Ko'ziga ko'zoynak taqib olgan edi. Uning bu turqi haqiqatan kinolarda chiqadigan kamolatga yetgan palchilarga o'xshaydi. Ammo uning ikki tarafga dingiyib turgan chashqonning quyrug'idek inchki buruti uni xuddi bir hiylagar saxtipazdak ko'rsatib. Bu palchining turqiga qarab, men yanilib beshimni chayqag'inimcha yo'limga qarab mangdim. Biroq men ikki qadam mengishimg'ila tuyuqsiz orqamdan bovayning chaqirgan ovozi anglandi. Yigit, qarasam beshingizni qora to'man o'ribapti. Taqdiringizda cho'ng ofat bor ekan. Bugun menga uchurg'iningiz sizning ta'liyingiz. Men sizni bu ofatdan qutuldirib qolsam bo'ladi. İxtiyorsiz kulgim keldi. Bu aniqli kinolarda chiqadigan aldamchi palchilarning odam aldaydigan so'z emasmi? Men to'xtagan qadamimni yana davomlashtirdim. Qaraganda men haqiqiy darvishlarni uchirtolmaydigan o'xshayman. Balkim qanmag'andi. Alvasta beqib boylik chaqirish cheklangan ishdir. Bo'libmi parazit alvasta beqish. Palchining gapini anglab, yuragim jig'idi qilib qoldi. Dadam opamning iriqi go'sht parchasini beqishning bu palchi aytgandek alvasta beqib boylik chaqirishmi yoki emasmi buni bilmayman. Biroq bu narsani baqqandan keyin oilamizning kundan kuniga ro'noq topgan haqiqat edi. Ya'ni kelib palchi degan parazit alvasti mening parazit bovoq inim emasmi? Yo'q, u inim emas, balki bir parazit maxluq. Men ixtiyorsiz qadamimni to'xtatib, u palchining oldiga bordim. Ustoz, siz rastilla meni qutuldirib qola olamdilar? Albatta, buningdan avval sen menga. Palchi shundoq deginicha pul degan ishoratni qildi. Men yenimda bor yo'q qolgan 100 necha yuan pulni chiqardim. Bu degan sening jiningni qutqizadigan pul. Sen jiningni mo'shunchalik pul bilan qutqizmoqchimi? Palchi bir xil mansitmagandek eg'iz ochdi. Bu mening barliq bisotim. Meni qutqizib olgan bo'lsangiz. Men palchidan o'tindim. Bo'ldilar. Biz palchilar azaldan mol dunyoni do'st tutmaymiz. Sening menga uchurg'ining bir taqdir. Shundoq bo'lgan ekan, men sana bir yordam qilay. Bovay shundoq deginicha pulni oldirash yanchuqiga soldi. Palchi bovayning bu turqiga qarab, o'zimning aldamchiga uchrab qolganimdan gumon qilishga boshladim. Undaqda sen avval menga nemish bo'lganligini aytib ber. Palchi bovayning gapini anglab turib qoldim. Boya u parazit alvasti degan emasmidi? Men texi uni bu ishlarni bilib olgan o'xshaydi debdiman. Hozir qarasam, qalaymaqon jo'ylib qo'ydimi qandaq? Biroq shundoq bo'lsa-mu, hamini beradigan pulni berib bo'lgandan keyin endi ta'laysini baqmayma boshqa amal yo'q edi. Shuning bilan men bo'lgan ishlarni aytib berdim. Palchi bovay chashqonning quyrug'idek burtini silg'inicha birdam o'ylangandan keyin eg'iz ochdi. Aslida mundaq kanda. Aslida u sendan paydo bo'lgan narsagan. Mendan paydo bo'lgan narsa? Bu nim deganingiz? Men tushunmay so'radim. Odam tug'ilishidan uningda oq ko'ngillik va razillik tang mavjud bo'lib turadi. Biroq ko'p qism odamlardagi oq ko'ngillik uningdagi razillikni besib turadi. Aslida seningdagi razillikmi shundoq bo'lishi kerak edi. Biroq u parazit tamila sening teningdagi razillikni so'mirib olgan bo'lg'achqa, uningda o'zlik engi paydo bo'lgan. Ya'ni u dal yana bir sen. Yana bir sen? Palchining bu gapini anglab qaymoqib qoldim. Shundoq. U teningdagi razillikdan shakllangan narsa. Biroq u o'zi mustaqil tanga ega bo'lolmag'achqa, boshqalarning beqishi orqali ondan mavjud bo'lib tura oladi. Undaqda men qanday qilsam uningdan qutula olayman? Nihoyat oddiy.
Sen özün en yaxshi ko'rgan odamingdan voz kechsangla, uningdan qutula olaysan. Nima? Men turibla qoldim. Mening eng yaqin odamim Shavya. Mening uningdan voz kechishim qandoqmi mumkin bo'lsin? Acaba buningdan boshqa amal yo'qmi? Men qaytirib so'radim. Bu narsani o'ldirish. Men birdilla hayajonlandim. Uni o'ldirish. Mening boshdan oxiri o'ylaydigan ishim u narsani ko'zdan yo'qotish emasmi? Men shuning bilan oldirashli so'radim. Undaqda uni qandoq ko'zdan yo'qotaman? Yildiz demak hayotlik demakdir. Sen uning yildizi. Faqat sen o'lsangla, ondan umu bu dunyodan mangulik g'oyib bo'ladi. Nima? Men o'zimni o'ldirib olamdim? Shundaq, uni o'ldirish uchun buningdan boshqa amal yo'q. Chunki faqat sen mavjud bo'lib tursangla, umu tang mavjud bo'ladi. Lekin agar yana ozroq pul qo'shsang, boshqa amalmi? U shundoq deginicha yana burtini silashga boshildi. Men oxiri bu palchining meni qo'ldiriltib, yenimdagi pulni olmoqchi ekanligini bayqadim. Qeri aldamchi. Uning chaqirishlariga parvo qilmasdan orqamga burilib ketib qoldim. O'sha kuni men karvatda o'ltirganimcha qetib turib qoldim. Shavya orqamdan kelib, meni quchoqlig'inicha bir narsani mening qo'limga tutqizdi. U bir kichik ko'nroq lat sumka edi. Bu mening borliq besotim. Uning ovozi sal past edi. Atadan boshlab men 2 kishilik xizmat qilay. Men heliqi lat sumkaga tikilganimcha qattiq o'yga cho'kdim. Burilib Shavyaga tikildim. Uning chiroyidan harg'inlik chiqib turgan bo'lib, bakli o'riqlab ketgan edi. Biroq ko'zlarida qat'iylik chaqnab turardi. Men zodi bir erkakmi emasmi? Uni qo'g'dayamayli qolmasdan, ya'ni uni mushundaq jafolaga qo'ydim. Shu daqiqada mening kallamda nurg'un xiyollar paydo bo'lishga boshladi. Uningdan o'zimni ep qochanmaganman, undaqda qaytib boray. Shu uyga, shu maxluqning yoniga qaytib ketay. U maxluqni talto'kis bir taraf qilib, ondan mangulik tinchlikka erishay. Men hargizmi u palcha aytgandek, u narsani yo'qotish uchun o'zimni o'ltirib olishim kerakligiga ishonmayman. Chunki men deganman, u degan u. U maxluq hargizmi men emas. Men hamma ishlarni planlagandan keyin bu xiyolimni Shavyaga aytdim. U gaplarimni anglagandan keyin xeyli uzungacha jimjitlikka cho'mdi. Bu bexatarlik. U oxiri eg'iz ochdi. Men uningga tikildim. Yo'lvos o'siga kirmay turib, yo'lvos bolasini tutqilib olmaydi. Men sizni davomli o'zim bilan birga bundaq jafo qo'ysam bo'lmaydi. Meni saqlab turing. Men cho'qim barliq ishlarni hal qilaman. Ondan ikkimiz hech kimni bizni topolmaydigan yiroq joylarga ketamiz. Shavya meni quchoqlab olganicha yig'ladi. Men sizni saqlayman. Biroq chinshim, cho'qim hayot qaytib kelishga ma'qul bo'ling. Men beshimni kuchab ling'ishdim. Ikkinchi kuni men dadamga telefon qildim. Men uturdim. Men uyga qaytaman. Dadam meni og'ilga kelgan vaqtda hech nima demasdan meni mashina bilan udul uyga epmangdi. Ishikdan kirishimga mehmonxonada turgan opamni ko'rdim. Uning ko'zlari qizarib ketgan bo'lib, meni ko'rib bir narsa demoqchi bo'ldi-yu, ya'ni gapini yutibdi. U jimjit holda yenimga kelib, qo'limdagi sumkani oldi. Uning harakati shundoq ehtiyotchan bo'lib, xuddi men bir oson chiqirib ketadigan sapal bo'yimdakla. Dadam menga kutubxonani ko'rsatib eg'iz ochdi. Bavur ichida kirib ko'rib chiqqan. U seni bakla sig'indi. Men ichimda sovuq kuldim. Biroq chiroyimga qilchilik chiqarmadim. Men beshimni ling'ishtirib, eshikni ochib kutubxonaga kirdim. Bir xil qonning qonsiq purg'i burnimga urildi. Kutubxonaning o'ttiriga heliqi yo'g'on aynak idish qo'yilgan bo'lib, u go'sh o'smisi
Mening yodimdagidimmi yana xilili cho'ng'aygandek qiladi. Ichidagi soyuqlikmi burunqidek suzuk, seriq rangda emas, balki do'g' tutuq qizil rangda edi. Shundaqla ichidagi bav'irmi o'zgargan bo'lib, hargizmi ilgirgidek go'sht partisi emas edi. Uningga yangidan putqol o'sib chiqayotgan bo'lib, qarmoqqa to'liq yetilmagan bovaqqa o'xshaydi. 5 a'zoyimi barg'ancha suzuklashayotgan bo'lib, uning yumilgan ko'zi, burni, eg'izi qatorliqlarni bilgili bo'ladi. Meni eng cho'chitgani bo'lsa, uning eg'izi bo'lib, xuddi nafas elayotgandek yumilib echilayotgan edi. Bu chaqda kallamda paydo bo'lgan tuyuqsiz ovozdan cho'chib ketdim. Aka, qaytib keldingmi? Bu ovoz hargizmi ilgirgidek undaq chuchuk, sodda emas bo'lib, bir xil mudhish xayrlik to'lgan edi. Men seni bekli sig'indim. Men joyimdan midirlamay uningga tikildim.